ovqatga hojmat etgan qatorchilar. Bugungi kunga 4-kun 2023-yilning 2-fevral kunida biz ertadan keldik. Ertadan Qustarqanda qoldi ekan. Şol yerden ma'lumot olamiz. Bizden olsa like bosib kommentar yozib qo'ying. Tuğanlar işinizlar iyilikli olsun. Umut tuğanlar biz birinchi Finka banka geldik. Finka banka 86 20 dolar, 94 euro. Bir so'm 22,5 tiyin rubl ekan. Umut tuğanlar kechagina boydan ekan. Qarangizlar umut tuğanlar. Az boshqa banklar var, boshqa banklar qanday ko'ramiz. Umut tuğanlar biz Kapital banka geldik. Kapital bankda 86 20 dolar, 93 so'm 50 euro. Bir so'm 22 tiyin ekan rubl. Umut tuğanlar her yerde arqılda ekan. Boshqa banklar var, boshqa banklar qanday ko'ramiz. Umut tuğanlar az biz Bayçuşun banka geldik. Bayçuşun bankda qarangizlar. Kursal güçlü ekan bu yerda. 1 12,28 ekan bu yerda. Qarangizlar. Umut tuğanlar valyutalar qarangizlar. 86 20 dolar. Bir so'm 21 rubl. Qozaq tengesi 10 işleyen Özbekistan'ın 0,75 degan. Qarangizlar umut tuğanlar. Umut tuğanlar biz hazır Eko İslam banka geldik. Eko İslam bankda 86 so'm 30 dolar, 94 so'm euro, 1 so'm 22,5 rubl ekan. Umut tuğanlar qarangizlar. Umut tuğanlar az qarangizlar. Finka banka geldik. Finka bankda 86 so'm 30 dolar, 94 so'm 80 euro, 1 so'm 25 rubl ekan. Umut tuğanlar qarangizlar. Hurmatli tuğanlar, shu bilan ovqatga hojmat etgan kanal sizlar bilan qo'shiladi. Doimo omon bo'linglar, tinch bo'linglar. O'lkamizda rubl ko'tarilsin demoqchimiz. Ovqat Qirg'izistonimizda. Baringizlarga ish kuningizlar iyilikli bo'lsin. Ko'rishlar, tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh.